Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Men doimgidek sizlarga yangilik qilishdan charchamaydigan, hamma joyga chiqib, 1,5 soat ingliz tili grammatikasini o'rgansa, nafaqat ingliz tili grammatikasi, barcha chet tillarda grammatikasini o'rgansa bo'ladi deydigan, 7 kun berilib, mazza qilib o'qisa, 7 kun umrini sarflasa, har qanday chet tilida gapirib ketsa bo'ladi deyishdan va buni bot-bot takrorlashdan charchamaydigan, shu paytgacha 15 mingdan ortiq o'quvchilarga onlayn va offlayn tarzda dars berib kelgan 10 ta chet tilni biladigan poliglot ekspert o'qituvchiman. Va bugun ham sizlarga aynan yana bir xayrli, yana bir manfaatli, yana bir vaqtingizni ancha-muncha tejovchi proyekt bilan oldingizga chiqayotgan Sarvinoz Sarvarinaman. Bugungi videoda biz aynan tibbiyot xodimlari uchun manfaatli bo'ladigan eng chiroyli mavzu haqida gaplashamiz. Bugun aynan tibbiyot xodimlarini eng og'riqli nuqtalari haqida gaplashamiz. Ko'pchilik chetga chiqayotganlar va ayniqsa tibbiyot xodimi, tibbiyot sohasida bo'lganlar mendan so'rashadi. Chet elga ketmoqchiman, tibbiyot sohasidaman, qaysi til sertifikatini olishimni tavsiya qilasiz deyishadi. Va oxirgi paytlarda tibbiyot sohasida chet elga chiqib ishlamoqchi bo'lganlar soni kundan kunga ortib boryapti. Va mana shu sabab mana shu sertifikatni o'rganib chiqishga, mana shu sertifikat turlarini ko'rib chiqishga, imtihon jarayonlarini o'rganishga va umuman olganda bu sertifikatni xalqimizga, ummatimizga olib kirish kerak ekanligini tushungan holda sizlar uchun bugungi bu videoni tayyorladik. Ya'ni mendan so'rashadi, IELTSmi yoki boshqa sertifikatmi? Qaysi biri biz uchun, ya'ni doktor, meditsina xodimlari uchun foydaliroq, osonroq va chet elga borganimizda manfaatliroq? O'z sohamizda ish topishimiz uchun eng chiroyli yechim bo'ladigan sertifikat turini bering deb mendan juda ham ko'pchilik so'rashgani uchun bu sohaga qo'l urdim. Bugun biz siz bilan OET sertifikati haqida gaplashamiz. OET bu qanday sertifikat? OET bu aynan kasbiy, ya'ni o'zingizni kasbingizga, meditsina sohasiga doir bo'lgan test turi. Ya'ni Occupational English Test. Bu test turida siz tibbiyot xodimlari sifatida ingliz tilida test topshirasiz. Bu sertifikat bilan siz agar Yevropa davlatlariga yoki umuman olganda chet elga chiqib o'z sohangizda ishlamoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz sohangizda ish topa olasiz va ishlay olasiz. Ya'ni hozir siz bu yerda vrachmisiz, u yoqda ham vrach bo'lasiz. Bu yerda hamshiramiz, u yerda ham hamshira bo'lib bemalol ishlay olasiz. Ya'ni bu sizni tibbiyot sohasidagi bilimlaringiz bor va tibbiyot sohasidagi bilimlaringizni ingliz tilida bemalol explain qila olishingizni ifodalaydigan, ya'ni tasvirlay olishingizni ifodalaydigan sertifikat. Juda ham ko'pchilik IELTS sertifikatini olib chet elga ketishadi, chunki shu paytgacha biz faqat IELTS borligini bilardik. Men ham faqat IELTS ga tayyorlaganman. Lekin o'sha aynan IELTS sertifikati bilan chet elga chiqqan o'quvchilarim, tibbiyot xodimlarim borishgandan keyin 2 yil, qaysilaridir 3 yil, qaysilaridir 1 yil davomida aynan o'sha davlatdagi tibbiyot kurslariga qatnashardi va tibbiy terminlarni o'rganishardi. Ularning asosiy olayotgan daromadlari O'zbekistonga, oilasiga pul yuborishdan emas, aksincha u yerda o'zini kasbiga oid bo'lgan lug'atlarni o'rganish bilan ketardi. O'zini kasbiga oid bo'lgan imtihonga tayyorlanish bilan ketardi. Chunki juda ham ko'p ayol shifokor o'quvchilarim bor edi, allaqachon tugatib ketishgan. Taxminan 3-4 yil oldin ular aynan IELTS olib ketishgan paytida Yevropaga borib, yana 2 yil mobaynida tibbiy ingliz tilini o'rganishgan, meditsinaga oid bo'lgan ingliz tilini o'rganishgan. Nimaga? Chunki ular to'g'ri bu yerdagi diplomi bilan bemalol shifokor bo'lib ishlasa bo'ladi. Bizda, nima uchun bizda? Chunki ular kasallik tarixini, ular kasalga qanaqa muomala qilishi, ular shifokorlar, ya'ni hamkasblar bir-biri bilan qanaqa gaplashishni bilishardi o'zbek tilida. Lekin Yevropaga yoki boshqa davlatlarga chiqqandan keyin ular ingliz tilida tushuntirib berish kerak. Kasallik tarixini ingliz tilida aytish kerak. Vaholanki IELTS da meditsinaga doir bo'lgan mavzu juda ham cheklangan. Ya'ni IELTS bu faqat meditsina uchun emas. IELTS bu san'at olami uchun, o'qish olami uchun, IELTS bu talabalar uchun, IELTS bu tarixchilar uchun, IELTS bu har qanday soha uchun to'g'ri keladi. Lekin tibbiyot sohasini chuqur
olib kirilmaydi. Ya'ni IELTS bilan chet elga borsangiz, istalgan ishingizni qilishingiz mumkin. Xohlasangiz o'qituvchi, xohlasangiz masalan bog'chaka yoki bog'chopa, xohlasangiz qo'shiqchi, xohlasangiz aktrisa. Chunki IELTS bu siz o'sha tilni bilasiz degan sertifikat. Lekin OET bugun men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan sertifikat. OET esa bu sizni aynan meditsina xodimi ekanligingizni ko'rsatib beradigan sertifikat. Siz bu sertifikat bilan chet elga chiqqaningizdan keyin siz qo'shimcha kurslarga borishingiz shart emas. Siz qo'shimcha kurslarga pul sarflab, meditsinskiy ingliz tilini o'rganishingiz shart emas. Siz bu sertifikat bilan borasiz, ishga kirasiz va o'ylagan orzularingizga inshaalloh sekin bemalol, sekin emas, tez yugurib yetib olsangiz bo'ladi. Chunki u yerga borgandan keyin kursga borish uchun pul sarflamaysiz. OET sizga ana shunday imkoniyatni beradi. Ya'ni OET sizga chet elga chiqqaningizda, aynan tibbiyot sohasida bo'lsangiz, hozir bu yerda qaysi darajada bo'lsangiz, u yerda ham xuddi shu darajada sizni qabul qila oladigan imkoniyatni beradigan sertifikat. Bugun men sizga aynan IELTS va OET sertifikatlarini bir-biridan farqlari, plus va minus tomonlari haqida aytaman. IELTS sertifikatini hammamiz eshitganmiz. Listening, reading, writing va speaking turlaridan iborat. Va IELTS sertifikatida mavzular akademik bo'ladi. Ya'ni har qanday mavzulardan olingan bo'ladi. Masalan, musiqa, san'at, tarix, matematika, geografiya yoki bo'lmasam tibbiyot, arxeologiya, astronomiya, umuman olganda barcha sohalarni o'z ichiga oladi IELTS. Har qanday sohadagi lug'at boyliklaringizni ko'paytiradi. Ammo OET bo'lsa, bu sizni kundalik hayotda gaplashib keta olishingiz, ya'ni IELTS dagi barcha mavzular, musiqa, arxeologiyalardan tashqari umuman olganda kundalik hayotimiz uchun eng kerakli bo'lgan mavzular va meditsinskiy so'zlarni o'z ichiga oladi, tibbiy so'zlarni. Va OET sertifikati faqat listening ham, reading ham, writing ham, speaking ham faqat tibbiyotga oid narsalar bo'ladi. Bo'ldi. Umuman boshqa mavzu bo'lmaydi. Hammasi faqat tibbiyotga oid bo'lgan terminlar, hammasi faqat tibbiyotni inglizcha so'zlashuvlari. Masalan, IELTSda siz listeningda ikkita o'rtoqni gaplashganni, bir-biri bilan gaplashgan suhbatdan kelib chiqib ABC variant belgilasangiz yoki bo'lmasam short answer questionlarga javob beradigan bo'lsangiz, OETda bo'lsa faqat meditsinskiylarni eshitasiz. Ya'ni listeningda patsient va shifokor suhbati. Readingda aynan qanaqadir kasallik tarixi haqida berilgan multiple choice yoki o'sha short answer questionlarni ko'rasiz. Ya'ni sizga berilgan matn aynan o'zingizning sohangizdan kelib chiqqan bo'ladi. Biz IELTS topshirayotgan paytda o'zimizning kasbimizdan emas. Masalan, matnda bizni arxeolog deyishgan bo'lsa, biz arxeolog sifatida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Uni tanqid qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin OET sertifikatida siz o'zingiz kasbingizni bajarasiz. Boshqa narsaga bosh qotirmaysiz. Hattoki OET sertifikatida agar siz tibbiyot xodimi bo'lsangiz, reading savollarini boshidan oxirigacha o'qishingiz ham shart emas. Chunki savolni o'qiganingizda o'zida-o'z javob topib qo'yishingiz mumkin. Shu darajada osonligida. Va endi IELTSda writing yozgan paytingizda siz opinion essay, problem solve essay, discuss essay yoki advantage, disadvantage va shunga o'xshash essaylar yozasiz, bar graf yozasiz taskmanda yoki pie chart yoki table yoki map yozasiz. Lekin OETda bo'lsa siz xat yozasiz. Qanaqa xat? Kimnidir kasallik tarixini tushuntirib berasiz. Bo'ldi. Kasallik tarixini aytib berasiz, yozib berasiz. O'zingizning sohangiz bo'yicha, aynan meditsina sohasi bo'yicha sizga mavzu beriladi. Kasal mandaq bo'lgan va siz unga xat yozasiz. O'zi xatda sharti aytilgan bo'ladi. Siz bu xatni masalan mana bu shifokorga boryapsiz yoki siz mana buni hamshiringizga tushuntirishingiz kerak. Barcha xat turlarini biz siz bilan ko'rib chiqqanmiz va buni siz o'zingiz kasbingizda ham o'zi bilasiz va bu juda ham oson. O'ta oson, chunki hamma narsa har kun ko'rib turgan mavzungiz yoki talaba bo'lsangiz hali har kuni o'qib yurgan narsangiz haqida bo'ladi. Speakingchi. IELTSda har qanday mavzu bo'yicha speaking qilishingiz mumkin. Masalan, shu kungacha esingizda qolgan eng chiroyli tug'ilgan kuningiz haqida gapiring yoki hayotingizdagi eng esda qolarli kun haqida gapiring. Siz yoqtirmaydigan qaysidir pet haqida gapiring deyish mumkin. Uy hayvoni haqida gapiring deyish mumkin. Lekin IELTSda bo'lsa, speaking qanaqa bo'ladi? Sizga listening qo'yadi, shu patsientning gapini va ekranda chiqaradi. Savolni va siz unga vrach bo'lib turib yo'llanma berasiz.
Ya'ni agar sizda mana shunaqa og'riqlar bo'layotgan bo'lsa, ya'ni sizga savol beriladi, mana shu yetim og'riyapti, bunaqa paytda men nima qilsam, nima yechim topsam bo'ladi. Va siz yechim berasiz. Agar sizda kechki payt og'riq bo'layotgan bo'lsa, o'zi sohangizdan bilasiz uni. Agar sizda kechki payt og'riq bo'layotgan bo'lsa, unda bunaqa narsani qilishingiz kerak. Agar sizda kunduz og'riq bo'layotgan bo'lsa, ertalab qaynatilgan suv iching yoki yana bir nimalar bilan shug'ullaning. Umuman olganda, har kuni hammaga aytayotgan so'zimiz, ya'ni qo'shnimizga, o'rtoqlarimizga, kimlarga aynan o'zimiz soha bo'yicha yordam bersak, barchasi uchun kerak bo'lgan narsa. IELTS bu sizga o'sha davlatni ochib beradi. Viza olishga yordam beradi. OIT bo'lsa, nafaqat sizga yordam beradi, nafaqat sizga eshiklarni ochadi, nafaqat sizga viza beradi, balki sizni meditsina sohasida bilim darajasi bor. Bu chet elga borganimdan keyin men yana 2-3 yil mobaynida bu sohada o'qimasligim uchun kafolat degan narsani beradi. Aynan tibbiyot xodimlari uchun OIT bu juda ham eng kerakli sertifikat turi. Va OIT sertifikatida 12 xil turdagi bor, yo'nalish bor. Ya'ni siz OIT sertifikatini olsangiz, o'sha 12 xil yo'nalishdagi doktorlar bemalol ishlay olsangizlar bo'ladi. Agar siz tibbiyot sohasida bo'lsangiz, sizga OIT sertifikati eng muhim, eng keraklisi. Chunki bugungi kunda O'zbekistonimizda ham juda ham ko'plab chet elliklar kelishyapti, ko'p chet elliklar bizda yashashyapti, ko'p chet elliklar aynan bizni tibbiyotimizdan ham foydalanishyapti. Aynan mana shu paytda siz ular uchun ishlay olishingiz mumkin. Siz ularga yordam bera olishingiz mumkin. Narxlar haqida gaplashadigan bo'lsak, IELTS sertifikati narxini bilamiz. 200 AQSh dollari. 200 dollar. OIT sertifikati esa 387 dollar. IELTS sertifikati barcha, demayman, menimcha barcha emas, adashmasam Toshkent, Andijon, yana qayerlarda bor? Samarqand va yana boshqa shaharlarda ham bo'lishi mumkin, aniq ma'lumotga ega emasman. Shu shaharlarda bor. OIT sertifikati esa faqatgina Toshkent shahrida, faqatgina bitta joyda o'tkaziladi. Siz shu yerda o'qib, ushbu sertifikatni olishingiz mumkin. Men mana shu OIT sertifikati haqida ba'zi bir o'quvchilarimga aytganimda, ya'ni aynan tibbiyot sohasidagilarga taklif berganimda, "Voy ustoz, IELTS sertifikatining imtihon narxi 200 dollar, OITniki 387 dollar ekan, sal qimmatroq ekanda" deyishgan paytda ularga tushuntirganman. Va agar sizda ham shu savol bo'lsa, sizga ham tushuntiraman. To'g'ri, IELTS sertifikati nisbatan arzonroq, OIT sertifikati esa nisbatan qimmatroq, chunki OIT sertifikati IELTSdan 187 dollarga qimmatroq. Lekin nima uchun OITni olishingiz kerak? Aynan siz meditsina sohasida bo'lsangiz. OIT, hali ta'kidlaganimdek, bu sizni chet elga borganingizda, o'zingizni sohangiz bo'yicha ishlamoqchi bo'lganingizda, aynan o'z sohangizdagi meditsinskiy terminlarni bilishingiz, aynan o'z sohangizdagi mavzularda erkin gaplashib keta olishingiz, leksiyalarda qatnasha olishingiz, o'zingiz leksiya berishingiz, o'zingiz dars o'tishingiz, o'zingiz aynan shu sohada o'qituvchi bo'lishingiz, o'zingiz operatsiya jarayonlarini qila olishingiz va o'zingiz bemorlar bilan gaplasha olishingizni kafolatlaydi. IELTS bu sizni tibbiyotdan boshqa barcha sohalarda erkin gapirib ketishingizni ta'minlaydi. OIT esa barcha sohalarda gapirib ketishingiz va albatta meditsinani ham bilishingizni aytadi, ko'rsatadi. Chunki siz OIT sertifikatini olish uchun faqat meditsinskiy terminlarni o'rganmaysiz. Siz kundalik hayotdagi lug'atlarni ham o'rganasiz. Chunki patsient bilan suhbatingizda uni yiqilib tushgani va uni qayta og'riyotganini shundan bilasiz-ku. Demak, IELTS sertifikati bilan OITni farqi, tibbiyot xodimlari uchun OIT bu eng muhimi. Chunki agar OIT sertifikati bilan chet elga ketsangiz, ya'ni 2 yil umringizni, 2 yil pulingizni yana tibbiyot sohasidagi inglizini biladigan diplomni olish uchun, sertifikatni olish uchun sarflamaysiz. Bu sertifikat sizga to'g'ridan-to'g'ri vrach bo'lish imkoniyatini beradi. Shunaqa gaplar. Bugungi videomda aynan shu haqida gapirmoqchi edim. Agar siz shifokor yoki tibbiyot sohasi mutaxassisi bo'lsangiz, OIT aynan siz uchun.
Agar immigratsiya, talabalik yoki boshqa yo'nalishlar bo'yicha, tibbiyotdan boshqa har qanday yo'nalishda esa IELTS siz uchun manfaatli. Ha, aytgancha. Aynan meditsina sohasida chet elda o'qish istagida bo'lganlarga OET sertifikati ham o'tadi. Ya'ni faqat IELTS emas. Bu dunyoda bizda IELTSdan da boshqa sertifikatlar bor. Va IELTSdan da boshqa sertifikatlar, har qanday sertifikat har qanday turdagi bizga qulayliklarni beradi. Aynan meditsina sohasidagilar uchun OET bu eng yaxshi tanlov. Keyingi videolarda men sizlarga OET qanday bo'lishi, qanaqa turlarda bo'lishi, imtihonda masalan savollar qanaqa bo'lishi va shular haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Inshaalloh kommentariy yozish va like bosish esingizdan chiqmasin. Qarindoshlarga share qilib qo'yish esingizdan chiqmasin. Zero sizni qo'ygan birgina like'ingiz yoki sizni birgina yozgan kommentariyingiz, albatta yaxshi kommentariyingiz meni bu sohada sizlarga o'rgatishim kerak bo'lgan yana ko'p narsalarni video qilib olib chiqishimga yordam beradi, menga motivatsiya bo'ladi. Hammalaringizga kun xayrli bo'lsin. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishamiz.